Haqiqat jün bolup qurban tunup toshqan zulum sitam to'poniga bolup doğan aziz joni fida bo'lsa shu chaq o'ylar nejat topdim amonatni berar chaqda ko'ring do'stlar kulib turgan talay erkak qili aqqan haqiqat jün bolup qurban tunup toshqan zulum sitam to'poniga bolup doğan aziz joni fida bo'lsa shu chaq o'ylar nejat topdim amonatni berar chaqda ko'ring do'stlar kulib turgan kufurga qarshi janglarda ilib urun ilik sabtin azim maqsadga bel bog'lab erib qalmay kurashlardan namus bilgan faqat so'zda quruq davoni qilmoqqa jahonni qo'ydi hayratga ajab bir oli himmatdin kufurga qarshi janglarda ilib urun ilik sabtin azim maqsadga bel bog'lab erib qalmay kurashlardan namus bilgan faqat so'zda quruq davoni qilmoqqa jahonni qo'ydi hayratga ajab bir oli himmatdin esilgan bosh qilib tursa kufur ayva egilmasdin uzilgan qo'l kufurga hech xushamatga so'zilmasdin quloq salg'in duosiga egam ayla shahodatni fiqr qo'yma quruq qo'lni ana shu chin saodatdin kesilgan bosh qilib tursa kufur ayva egilmasdin uzilgan qo'l kufurga hech xushamatga so'zilmasdin quloq salg'in duosiga egam ayla shahodatni fiqr qo'yma quruq qo'lni ana shu chin saodatdin aziz bo'lsa dini bo'ldi yetar bo'ldi hayotiga nazar salmas bu dunyoning hamon tugar matosiga rohat to'shak yemak ichmak buni hech aylimas arzu qalbda g'am ko'zida yosh erishmay rab rizosiga aziz bo'lsa dini bo'ldi yetar bo'ldi hayotiga nazar salmas bu dunyoning hamon tugar matosiga rohat to'shak yemak ichmak buni hech aylimas arzu qalbda g'am ko'zida yosh erishmay rab rizosiga yagona bir ulug' zotga bo'lib taslim qilib sajda jimi tag'utni atgan rad iymon to'lg'ach qalblarga o'limni bildilar afzal kufurga bosh egilishdan zararcha xolimas sodiq yashashni xarzanolatda yagona bir ulug' zotga bo'lib taslim qilib sajda jimi tag'utni atgan rad iymon to'lg'ach qalblarga o'limni bildilar afzal kufurga bosh egilishdan zararcha xolimas sodiq yashashni xarzanolatda berishdi barchidin afzal buyuk ne'mat hidoyatni tamom qochdi zalolatdan tarik atdi jaholatni tamoman kirdi islomga qiyo baqmay malomatga ato atdi buyuk rahmon shuning uchun chin saodatni bilishdi barchidin afzal buyuk ne'mat hidoyatni tamom qochdi zalolatdan tarik atdi jaholatni tamoman kirdi islomga qiyo baqmay malomatga ato atdi buyuk rahmon shuning uchun chin saodatni beshi bo'lib rasululloh qiyomatlik bu karvonning putildi bir buyuk tarix qini bilan shahidlarning qini erkak keling sabga qo'shilmoqqa bu karvonga bilingki bu dalolatdir imonga chin sadoqatning beshi bo'lib rasululloh qiyomatlik bu karvonning putildi bir buyuk tarix qini bilan shahidlarning qini erkak keling sabga qo'shilmoqqa bu karvonga bilingki bu dalolatdir imonga chin sadoqatning bilingki bu dalolatdir imonga chin sadoqatning